Assalomu alaykum do'stlar. Andijon viloyati Buloqboshi tumani yana bir klientimizga uyni oldi ayvon qismiga veranda qilib berdik. Akva Zolotoy dub profillarda kvadrat metri 630 ming so'mdan tushdi. Sizlarni qilgan ishimiz bilan tanishtirib o'taman. Klientimizga Akva Alumin Aldox 1 profilidan foydalangan holatda verandasini qilib berdik. Ustunlarimizni oldi ko'rinishini alikafon bilan o'rab berganmiz. Har bir verandani oralig'ida bittadan deraza ochib berdik. Juda ham mustahkam va chiroyli holatda qilib berdik. Graf firmasiga tegishli original ruchka zamonlaridan qo'yib berganmiz va eshigimizga asosiy stoyka qismiga balkon profilidan foydalanganmiz va klientimizga bonus qilib podval eshiklarini qo'shib qilib berdik. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli holatda. Verandamizning ichki qismidan ko'rinishi, montajimiz juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Klientimizga juda ham yoqdi. Romimizni ruchkalarini eshikka mos ruchkalardan qo'yib berganmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Vodiy bo'ylab yetkazib o'rnatib berish bepul. Alukin jamoasi mijozlarni xursand qilishda davom etadi.